Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim, ko'pchilik o'ylariga bevosita tegishli bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Ayrim pensionerlarning pensiyasi nega to'xtatilmoqda? Bu ommaviy to'xtatishmi yoki qonuniy tekshiruvmi? Hukumat va mas'ul idoralar bu borada nima deyapti? Eng asosiysi, pensiyasi to'xtagan odam nima qilishi kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolarga, chet elda vaqtincha yurgan keksalarga va vasiylik orqali pensiya olayotgan oilalarga juda kerak. Chunki bir dona noto'g'ri hujjat, bir dona yangilanmagan ma'lumot yoki bir dona tekshiruvdan o'tmaslik pensiya to'lovining vaqtincha to'xtashiga olib kelishi mumkin. Men bugun masalani shov-shuv qilib emas, mutaxassis sifatida oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntiraman. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, o'z huquqini va asabini saqlab qoladi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensiya tayinlangandan keyin odamlar ko'pincha shunday o'ylardi. Pensiya bir marta chiqdi. Endi u umrbod avtomatik kelaveradi. Albatta, yoshga doir pensiya uchun bu fikr qisman to'g'ri. Agar fuqaro tirik bo'lsa, yashash joyi va hujjatlarda muammo bo'lmasa, pensiya muntazam to'lanishi kerak. Lekin amaliyotda pensiya tizimi faqat pul tashab berish tizimi emas. Unda doimiy ravishda ma'lumotlar solishtiriladi. Fuqaro tirikmi? Yashash manzili to'g'rimi? U boshqa davlatga doimiy yashashga ketmaganmi? Nogironlik muddati tugamaganmi? Bank kartasi faolmi? Ishonchnoma muddati o'tmaganmi? Pensiyani olayotgan shaxsning hujjatlari mos keladimi? Pensiyasi ortiqcha tayinlanmaganmi? Hozir nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Fuqarolik holati dalolatnomalari, migratsiya, bank, tibbiy mehnat ekspertiza, soliq, bandlik, mahalla va boshqa idoralar ma'lumotlari bosqichma-bosqich solishtirilmoqda. Natijada ilgari qo'lda aniqlanishi qiyin bo'lgan holatlar endi avtomatik chiqib qolmoqda. Masalan, bir fuqaro vafot etgan bo'lsa, lekin uning plastik kartasidan pul yechib yurilgan bo'lsa, tizim buni aniqlashi mumkin. Yoki nogironlik pensiyasi oluvchi shaxsning nogironlik muddati tugagan, lekin qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Yoki pensioner chet elga chiqib ketgan, uzoq muddat qaytmagan, yashash holati tasdiqlanmagan bo'lsa, mas'ul organlar tekshiruv boshlaydi. Shu yerda juda muhim narsani aytaman. Pensiya to'xtatildi degani har doim pensiya butunlay olib qo'yildi degani emas. Ko'pincha bu vaqtincha to'xtatish bo'ladi. Ya'ni idora sizdan ma'lumot, hujjat, tasdiq yoki tekshiruv natijasini kutadi. Agar hammasi joyida bo'lsa, pensiya qayta tiklanadi va ayrim hollarda to'lanmay qolgan oylar ham qayta hisoblab berilishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini aytaman. Birinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Agar sizga nogironlik ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, masalan, 1 yilga yoki 2 yilga muddat tugashidan oldin tibbiy ko'rik va tegishli komissiyadan o'tish kerak. Ko'pchilik oldin ham berilgan, yana avtomatik uzayadi deb o'ylaydi. Yo'q, hamma holatda avtomatik uzaymaydi. Agar tizimda nogironlik muddati tugagan deb ko'rinsa, pensiya yoki nafaqa to'lovi vaqtincha to'xtashi mumkin. Ikkinchi toifa pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar. Masalan, keksa ota uyda yotib qolgan, pensiyani o'g'li yoki qizi ishonchnoma bilan olib keladi. Ishonchnomaning muddati bor. Agar muddat tugagan bo'lsa, bank yoki mas'ul tashkilot pul berishni to'xtatishi mumkin. Bu pensionerga qarshi jazo emas, balki pul noto'g'ri odam qo'liga tushib ketmasligi uchun qo'yilgan talab. Uchinchi toifa chet elda yurgan pensionerlar. Masalan, ona Turkiyaga qizining oldiga taqasoyga ketdi, ota Rossiyaga o'g'lining oldiga ketdi. Kimdir Qozog'istonda davolanishda yuribdi. Bunday holatda pensiya avtomatik bekor bo'ladi degan gap ham noto'g'ri. Lekin ayrim vaziyatlarda tiriklik, yashash joyi doimiy yoki vaqtincha ketganlik masalasi aniqlashtirilishi mumkin. Ayniqsa odam uzoq muddat mamlakatda ko'rinmasa, idoralar bu fuqaro pensiyani olish huquqini saqlayaptimi degan savolni tekshiradi. 4-toifa hujjatlarda nomuvofiqlik borlar. Masalan, pasport yangilangan, lekin pensiya bo'limiga ma'lumot yetib bormagan. Familiya o'zgargan, lekin bankdagi ma'lumot eski. Tug'ilgan sana bir hujjatda boshqa, ikkinchi hujjatda boshqa yozilgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar pul kelishiga ta'sir qilishi mumkin. 5-toifa vafot etgan pensionerning kartasidan foydalanib yurgan qarindoshlar. Men buni alohida qattiq aytaman. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning pensiyasini keyingi oylar ham olib yurish mumkin emas.
Bu ortiqcha to'lov hisoblanadi va keyin qaytarish talab qilinadi. Ayrim hollarda esa masala huquqiy javobgarlikka borishi mumkin. Biz daf marosimiga ishlatdik, biz bilmagandik. Karta uyda turgandi degan gaplar har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, tiriklik va yashash holatingiz bo'yicha hech qanday shubhali vaziyat bo'lmasa, pensiyangiz sababsiz to'xtatilishi kerak emas. Agar to'xtasa ham sizda murojaat qilish va sababini yozma ravishda bilish huquqi bor. Birinchi misol. O'g'lim 8 yoshli onaxon har oy 20 million 250 ming so'm pensiya oladi. U 3 oy oldin plastik kartasini yo'qotgan, lekin bankka borib yangilamagan. Farzandlar esa pul tushmayapti, pensiyani to'xtatishibdi deb xavotirga tushgan. Aslida pensiya tayinlangan, lekin karta faol emas yoki bank rekvizitida muammo bor. Bu holatda pensiya jamg'armasi aybdor bo'lmasligi ham mumkin. Yechim: bankka borib karta holatini tekshirish, yangi karta ochish. Kerak bo'lsa pensiya bo'limiga yangi rekvizitni topshirish. Ikkinchi misol: 7-2 yoshli otaxon pensiyasini o'g'li ishonchnoma bilan olib keladi. Ishonchnoma 2 yilga berilgan edi, muddat tugadi. O'g'il bankka bordi, bank pul bermadi. Oilada pensiya to'xtabdi degan vahima boshlandi. Aslida pensiya to'xtamagan, pulni olish vakolati tugagan. Yechim: notarial ishonchnomani yangilash yoki pensionerning o'zi imkon bo'lsa bankka borib kartani rasmiylashtirishi kerak. Uchinchi misol: nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro har oy 900 ming so'm oladi. Uning nogironlik muddati 2024 yil dekabrda tugagan, lekin u yanvarda qayta ko'rikdan o'tmagan. Fevralda pul tushmay qoldi. Bu yerda to'lov to'xtatilishi ehtimoli katta, chunki asos bo'lgan tibbiy xulosa muddati tugagan. Agar komissiya nogironligini yana tasdiqlasa, to'lov qayta tiklanadi. Lekin kechikkan oylar masalasi qonun va hujjatlardagi holatga qarab hal qilinadi. To'rtinchi misol: pensioner ayol chet elga qizining oldiga ketgan. U 10 oy davomida O'zbekistonga qaytmagan. Kartasiga pensiya tushib turgan. Qizi pulni onasi nomidan ishlatgan. Keyin tizimda uzoq muddat mamlakatda bo'lmagani ko'rinib tekshiruv boshlangan. Bu vaziyatda idoralar pensionerning tirikligini, doimiy yashash joyini, pensiya olish huquqi saqlangan-saqlanmaganini aniqlaydi. Agar hammasi qonuniy bo'lsa, to'lov tiklanadi. Agar doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chib ketganlik yoki boshqa huquqiy holat aniqlansa, boshqa tartib qo'llanadi. 5-misol: vafot etgan otaning kartasiga yana 2 oy pensiya tushgan. Farzandlar pulni yechib ishlatgan. Keyin pensiya jamg'armasi ortiqcha to'lovni aniqlagan va qaytarishni talab qilgan. Masalan, har oy 1 million 5 ming so'mdan 2 oy tushgan bo'lsa, 3 million so'm qaytarilishi mumkin. Agar qarindoshlar qaytarmasa, sud orqali undirilishi ehtimoli bor. Shuning uchun pensioner vafot etganda darhol tegishli hujjatlar rasmiylashtirilishi kerak. 6-misol: bir odam pensiya oladi, lekin uning ish staji yoki ish haqi ma'lumotida keyinchalik xato aniqlanadi. Masalan, arxiv hujjatida noto'g'ri ma'lumot berilgan, bir davr 2 marta hisoblangan yoki ish haqi noto'g'ri kiritilgan. Bunday holatda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu har doim pensiyani to'xtatish degani emas. Lekin ayrim tekshiruv davrida to'lov vaqtincha ushlab turilishi yoki ortiqcha to'langan summa masalasi ko'tarilishi mumkin. Men bu masalada eng muhim fikrni aniq aytaman. Rasmiy yondashuv shundan iboratki, pensiyalar ommaviy tarzda, sababsiz odamlarni qiynash uchun to'xtatilmaydi. Pensiya to'lovi faqat qonunda ko'rsatilgan asoslar bo'lsa yoki ma'lumotni aniqlashtirish zarurati tug'ilsa to'xtatilishi, qayta ko'rib chiqilishi yoki vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Mas'ul idoralar odatda shuni ta'kidlaydi: pensionerlarning huquqlari himoya qilinadi, lekin budjet mablag'lari ham nazorat qilinadi. Bir tomondan haqiqatan pensiyaga huquqi bor odam pulni vaqtida olishi kerak. Ikkinchi tomondan vafot etgan odam nomidan muddati tugagan hujjat bilan yoki noto'g'ri ma'lumot asosida pul olishga yo'l qo'yilmasligi kerak. Shu sababli men tomoshabinlarga maslahat beraman. Hukumat pensiyani kesib tashlayapti degan umumiy vahimali gaplarga darhol ishonmang. Har bir holatning sababi bor. Siz eng avvalo o'zingizning shaxsiy holatingizni tekshirtiring. To'lov nimaga to'xtadi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi ma'lumot tasdiqlanmagan? Qaysi muddat tugagan? Birinchi nozik jihat: pensiya tushmagan bo'lsa, bu doim pensiya jamg'armasi to'xtatdi degani emas. Ba'zan muammo bankda bo'ladi. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Plastik karta bloklangan bo'lishi mumkin.
SMS xabarnoma ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Hisob raqam yangilangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi tekshiruv bankdan boshlanishi kerak bo'lgan holatlar ko'p. Ikkinchi nozik jihat. Yashash joyi o'zgarganda ma'lumotni yangilash kerak. Masalan, pensioner Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chdi. Ro'yxatdan o'tish, tibbiy xizmat, mahalla, pensiya hujjatlari bir-biriga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odam eski manzilda ko'rinmasa, yangi manzilda ro'yxat to'liq bo'lmasa, tekshiruvda savollar paydo bo'ladi. Uchinchi nozik jihat nogironlik muddati va pensiya muddati boshqa tushunchalar. Ayrim fuqarolar men pensiyaga chiqqanman, demak nogironlik hujjatini yangilamasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Agar siz yoshga doir pensiya emas, aynan nogironlik asosida to'lov olayotgan bo'lsangiz, tibbiy xulosa juda muhim. Muddatsiz nogironlik berilgan bo'lsa boshqa, muddatli berilgan bo'lsa boshqa. To'rtinchi nozik jihat ishonchnoma orqali pul olishda pensionerning o'zi tirikligi va roziligi muhim. Ba'zi oilalarda pensioner yotib qolgan bo'ladi. Farzandlari hamma ishni yuritadi. Bu tushunarli. Lekin davlat uchun pulni kim olayotgani muhim. Agar ishonchnoma qalbaki bo'lsa, muddat o'tgan bo'lsa yoki pensionerning holati bo'yicha shubha bo'lsa, to'lov bloklanishi mumkin. 5-nozik jihat. Ortiqcha to'langan pensiya keyin qaytarilishi mumkin. Ko'pchilik davlat o'zi tashlabdi, demak bizniki deb o'ylaydi. Yo'q, agar pul xato tushgan bo'lsa, masalan, pensioner vafotidan keyin noto'g'ri hujjat asosida yoki qayta hisob-kitob natijasida ortiqcha to'langan bo'lsa, uni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. 6-nozik jihat. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Sizga kimdir to'xtagan, hujjat yetmaydi. Kompyuterda chiqmayapti desa, bu yetarli emas. Siz yozma yoki elektron murojaat orqali aniq sababni bilishga haqlisiz. Sabab aniq bo'lmasa, yechim ham aniq bo'lmaydi. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Agar sizning yoki ota-onangizning pensiyasi tushmay qolgan bo'lsa, men quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam, vahimaga tushmang va sanani aniqlang. Qaysi oy uchun pensiya tushmadi? Oldingi oy tushganmi? To'lov odatda qaysi sanada kelardi? Ba'zan 2 kunlik texnik kechikish ham bo'lishi mumkin, lekin 5 kun o'tib ham pul tushmasa, sababni aniqlash kerak. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Bank ilovasi, bank filiali yoki bankomat orqali karta faol yoki faol emasligini ko'ring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob raqam bloklanmaganmi? Karta yo'qolgan yoki almashtirilgan bo'lsa, yangi rekvizit pensiya tizimiga tushganmi? Agar pensioner kartadan foydalanishni bilmasa, farzandlari yordam bersin, lekin barcha ishlar qonuniy bo'lsin. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa uni, bank karta rekviziti, ishonchnoma bo'lsa uning asl nusxasi yoki nusxasi, nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa tibbiy xulosa, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakil bo'lishi mumkin. 4-qadam, sababni yozma so'rang. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya to'lovi qaysi sababga ko'ra to'xtatilgani yoki kechiktirilganini tushuntirib berishingizni. Agar hujjat talab etilsa, talab etilayotgan hujjatlar ro'yxatini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Mana shunday yozma murojaat sizga keyingi bosqichda yordam beradi. 5-qadam, hujjatdagi muammoni tezda bartaraf qiling. Agar ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa, notariusga boring. Agar karta muammosi bo'lsa, bankda yangilang. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, tibbiy ko'rik va tegishli komissiya tartibini boshlang. Agar pasport ma'lumotlari mos kelmasa, migratsiya va davlat xizmatlari orqali tuzating. Agar yashash joyi muammosi bo'lsa, ro'yxat masalasini hal qiling. 6-qadam, qayta hisob-kitobni so'rang. Agar pensiya sizning aybingizsiz, idoralararo ma'lumot kechikishi yoki texnik xato sabab to'xtagan bo'lsa, to'lanmay qolgan oylarni qayta hisoblab berish masalasini ko'taring. Buni ham og'zaki emas, yozma so'rang. To'lov tiklangandan so'ng to'lanmagan davr uchun qayta hisob-kitob qilishni so'rayman deb yozing. 7-qadam. Javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa respublika darajasidagi mas'ul organlarga. Virtual qabulxona yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qilish mumkin. Eng muhimi, har bir murojaatingizda sana, ism, familiya, pasport ma'lumoti, pensiya turi, muammo boshlangan oy va talabingiz aniq yozilsin. Men pensionerlar va ularning farzandlariga doim shuni maslahat beraman. Hujjatlarni bir papkada saqlang. ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya hujjati, bank karta rekviziti,
telefon raqami, yashash manzili. Agar nogironlik bo'lsa, komissiya xulosasi. Agar vakil orqali olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma nusxasi. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, tibbiy ma'lumotnoma kabi hujjatlar tartibli turishi kerak. Agar pensionerning pasporti yangilansa, bank va pensiya ma'lumotlari ham yangilanganiga ishonch hosil qiling. Agar telefon raqami o'zgarsa, bank SMS xabarlari va elektron xizmatlar uchun yangi raqam biriktirilganini tekshiring. Agar karta muddati tugashiga 1 oy qolgan bo'lsa, oldindan yangilang. Chunki pensiya kuni kelganda karta ishlamay qolsa, muammo sizga noqulay vaqtda chiqadi. Alohida ogohlantirish: pensionerning kartasini qarindoshlar o'z shaxsiy xarajatlari uchun nazoratsiz ishlatmasin. Agar pensioner tirik va rozi bo'lsa ham, eng yaxshisi xarajatlar shaffof bo'lsin. Ayniqsa oilada bir nechta farzand bo'lsa, keyin onamning pensiyasini kim oldi, otamning puli qayerga ketdi degan nizolar chiqadi. Bu nafaqat oilaviy janjal, balki huquqiy muammoga ham aylanishi mumkin. Yana bir muhim maslahat: agar pensioner vafot etsa, uning kartasidagi keyingi tushumlarni yechmang. Avval bank va pensiya organlariga vaziyatni bildiring. Dafn puli. Meros qolgan mablag'lar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin, lekin vafot etgan odam nomidan keyingi pensiyalarni olish xavfli. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensiyaning to'xtatilishi har doim ham pul butunlay bekor qilindi degani emas. Ko'pincha sabab hujjat bank kartasi, ishonchnoma, nogironlik muddati, yashash joyi. Chet elda uzoq bo'lish yoki idoralararo ma'lumotni aniqlashtirish bilan bog'liq bo'ladi. Hukumat va mas'ul idoralar pozitsiyasi shuki, haqiqiy pensioner o'z pulini olishi kerak, lekin noqonuniy yoki ortiqcha to'lovlar ham nazorat qilinadi. Men sizga eng asosiy yo'lni aytdim. Avval bankni tekshiring, keyin pensiya jamg'armasiga boring, sababni yozma so'rang, kerakli hujjatlarni topshiring. To'lov tiklangach qayta hisob-kitobni talab qiling. Og'zaki gap bilan qolib ketmang. Hujjat bilan ishlang. Agar sizda yoki tanishlaringizda pensiya to'xtagan holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi sabab, muammo qanday hal bo'ldi? Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onasi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki vaqtida qilingan bitta to'g'ri harakat bir necha oylik pensiyani saqlab qolishi mumkin.